Assalomu alaykum. Tojikistonga kelganda shu Dushanbedagi Imom Azam nomidagi jome masjid eng katta masjid ekan. Bir hafta bo'ldi kelganimizga, lekin kechqurun ko'rdim, juda ham yorug'. Shunaqangi chiroyli ko'rinadi. Endi tashqarilarni ham rasmlarni qo'yib o'taman. Juda ham go'zal. Har bitta ustunda konditsionerlar bor. Shunaqa baland endi telefonda tasavvur qilish juda ham qiyin. Qiziqdi. Shunaqangi katta. Juda ham chiroyli. Assalomu alaykum. Tojikistonga kelganda shu Dushanbedagi Imom Azam nomidagi jome masjid eng katta masjid ekan. Bir hafta bo'ldi kelganimizga, lekin kechqurun ko'rdim, juda ham yorug'. Shunaqangi chiroyli ko'rinadi. Endi tashqarilarni ham rasmlarni qo'yib o'taman. Juda ham go'zal. Har bitta ustunda konditsionerlar bor. Shunaqa baland endi telefonda tasavvur qilish juda ham qiyin. Qiziqdi. Shunaqangi katta. Juda ham chiroyli.